Assalomu alaykum hammaga. Men shu internetda hozir tarqayotgan insident bo'yicha video qilyapman. O'sha bo'yicha fikrimni aytmoqchiman. Bu o'sha meni klipimda syomkada bo'lgan hodisa, haqiqatan bo'lgan bu hodisa. O'sha bo'yicha hozir tarqayotgan ma'lumotlarga to'xtalmoqchiman, chunki yolg'on ma'lumot tarqayapti. Va shu narsani muhokama qilayotgan, bilib bilmasdan muhokama qilayotgan xalqimizga men o'zimning fikrimni va bu hodisaga munosabatimni aytmoqchiman. San'atkor beriladi. Yo'lda kelayotgan har bir ishtirokchi, ya'ni deylik aktrisa bo'lsin, masovka bo'lsin yoki texnik gruppa bo'lsin, u har biri frilanser. U uchun, buni xavfsizlik uchun men javob bermayman. Men endi hozir ommaviy axborotlarda qilinayotgan pretenziyalar va noto'g'ri muhokamalar bo'yicha gapiryapman-da. Shuning uchun men o'sha kuni bo'lmaganman, men ham telefon orqali eshitdim shu narsani. Ya'ni o'sha yerdagi aktrisa masovkadagi qizni urib ketibdi. Biz hayron bo'ldikki, ssenariy bo'yicha texnik ssenariy bo'yicha manimcha hech kim mashina haydash kerak emasdi. Biz hayron bo'ldikki, qanaqasiga mashina haydaydi? Ommaviy axborot vositalarida noto'g'ri informatsiya ketyapti. Bu insident bo'yicha ya'ni yordam qilinmagan, skoriy chaqirilmagan, qon yo'qotilgan, 02 qilinmagan va hokazo va hokazo. Aytmoqchi bo'lganim, Sabrinaga birinchi yordam ko'rsatilgan, operatsiyasi bormi, qon quyish bormi, hamma narsasi bo'yicha yordam ko'rsatilgan va shu kungacha yordam ko'rsatilib kelinyapti. Shaxsan men tarafdan. Va syomishniy gruppa ham qarab o'tirgani yo'q. Qanaqasiga 02 qilinmaydi? 02 ga qo'ng'iroq qilinganda vaqti bor-ku. Yoki 03 chaqirilmagan deyapti. 03 chaqirilganda vaqti fiksироваться qilinadi. Nimaga o'rganmayapsizlar? Sizlarga adolat kerak bo'lsa. Hammasi qonun doirasida bo'lgan. Ya'ni qilingan birinchi yordam hammasi ko'rsatilgan. Mali minnat bo'lmasin. Meni administratorim 1 oy deyarli Sabrinani uyida yashadi. Shu insident bo'yicha kimda savollari bo'lsa, bemalol bizga chiqishlari mumkin, bizdan so'rashlari mumkin agar qiziq bo'lsa yoki voqea